Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımızı görüşünlərdən qızğın qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqun. Xitayning Uyg'urlarni yaklashinin yana bir namoyandasi. Xitayning Shanxi o'lkasi Jingbian nahiyasida Uyg'urlar mashinaga chiqsa ma'lum qilish to'g'riliq uqtirish tushirildi. İşğal ostidagi Sharqiy Turkistonda millatlar ittifoqligini da'vo qilayotgan Xitoy doiralari o'zlari millatchilik va irqchilikdan iborat shum niyatlarini oshkorladi. Xitoyning Shanxi o'lkasi Jingbian nahiyasida avtobusga Xinjiangliklar chiqsa ma'lum qilish haqida uqtirish chiqarilgan. Egalnicha Shanxi o'lkasi Jingbian nahiyasidagi Shunda va Xongda yo'lovchi tashish shirkatlari 8-yanın 4-cü kuni jiddiy uqtirish chiqarib, yo'lovchi tashish shirkatining shoferlari, avtobus xodimlari va boshqaruvchilardan umuman Xinjiangliklar mashinaga chiqib, nahiya chegarasidan kirgan hamon cho'qim nahiyalik JX idorasiga ma'lum qilishni talab qilgan. Uqtirish mazmuni tuvandikicha: jiddiy uqtirish har qaysi shofer, avtobus xodimlari, boshqaruvchilarga jamiyatning tinch va ittifoqligi, aholilarning baxt va omonligi uchun Jingbian nahiyalik JX idorasi terrorlikqa qarshi turish cho'ng atritining 2015-yili 8-yanın 4-cü kundagi jiddiy yig'inning ruhining talabiga asosan mayli qaysi joy bo'lsin, umuman Xinjiangliklar mashinaga chiqqan hamon bir tutash nazoratni kuchaytirish, telefon, qisqa uchur, undidor qatorliq usullar bilan Jingbian nahiyalik JX idorasi terrorlikqa qarshi turish cho'ng atriti bilan aloqalashishi lozim. Agar mashinaga o'ltirgan Xinjiangliklar Jingbian nahiyasining sirtida mashinadan tushsa, ma'lum qilinmasimi bo'ladi. Agar mashina Jingbian nahiyasi tavasiga kirsa, Xinjiangliklar yanada mashinada bor bo'lsa, darhol tuvandagi JX saqchilariga telefon, qisqa uchur, undidor qatorliqlar bilan ma'lum qilish lozim. Ma'lum qilganda tuvandagi bir qancha nuqtani tushuntirish lozim. Birinchi mashinaning nomeri, rangi, ikkinchi mashinaning yurish liniyasi, yo'nalishi, uchinchi mashinaning qaysi joyda ketayotganligi, to'rtinchi Xinjiangliklarning avtobusning qaysi joyida ekanligi qatorliqlar. Agar Xinjiangliklarning mashinaga o'ltirib nahiya chegarasiga kirganligini bayqab turibmi, vaqtida ma'lum qilmasa, bu Xinjianglik Jingbian nahiyasida terrorlik faoliyati elib borsa, tekshirilib siyosiy mas'uliyati surishti qilindi. Bu uqtirishda terrorlikqa qarshi turish cho'ng atritining aloqalashish telefon nomerlari yozilgan. Bu uqtirishni Shunda yo'lovchi tashish shirkati, Xongda yo'lovchi tashish shirkati yozib tarqatgan. Erdoğan'ın Xitoydagi so'zlari tanqidga uchradi. Erdoğan'ın Xitoy ziyorati jarayonida Sharq Turkiston islom harakatini terrorlik tashkiloti deb tunuydiganligi va qarshtiradiganligini bildirishi kuchli tanqidga uchradi. Erdoğan'ın Xitoy ziyorati jarayonida Sharq Turkiston islom harakatini terrorlik tashkiloti deb tunuydiganligi va qarshtiradiganligini bildirishi kuchli tanqidga uchradi. Turkiyadagi muxolifatchi partiyalardan biri bo'lgan Millatchi harakat partiyasi MHP muavin guruhi raisi Oktay Vural Erdoğan'ın Xitoyda Sharq Turkiston islom harakatini terrorchi tashkilot deb qabul qilishini qattiq tanqid qildi. U Xitoy buni zulm qilmaganligiga dalil qilib qo'llandi dedi. Oktay Vural Uyg'ur turklariga qilingan zulmlarning dunyo tarafidan to'nilganligini eskartib, Turkiya bu kishilik huquq tajovuzchiliklariga qarshi maydonini o'ttirg'a qo'ygan bir davlatdir deb ta'kidladi. U Uyg'urlar elib berayotgan kishilik huquq kurashlarini mag'lubiyat bilan umidsizlantiradigan bir shaklda hammasining terrorlik bilan ayblanishi qabul qilinmaydigan bir ishdir dedi. Uyg'urlarga qilinayotgan zulmlarni ko'rmasdan Xitoyning yurgizayotgan zulmini haqliq ko'rsatadigan bir pozitsiyaning Turkiyaga mos kelmaydiganligini aytgan Vural, Sharq Turkistonda kishilik huquq tajovuzchiliklari borligiga qarata dunyoda Xitoyga inkos bor. Butun dunyo biladigan zulmni haqliq qilib ko'rsatadigan bayonlar to'g'ri emas dedi. Sharq Turkistondan Turkiyaga kelib panohlik tilaganlar borligini eskartgan Vural, bu kishilar nima uchun qochadi? Bularni nima uchun Turkiyaga akilamiz? Bir tarafdan ularga egi chiqqanliklarini e'lon qilisizlar, bir tarafdan bo'lsa dunyo jamoatchiligiga bu kishilarning kurashlarini haqsiz ko'rsatib so'zlayapsizlar dedi. Turkiyada buningdan burun Uyg'ur turklariga qarata bundaq bir sharhining berilmaganligini eslatgan Vural, bu so'zlar bugungacha aytilganlarning sirtida ekanligi aniq. Kishilik huquq tajovuzchiliklarini ko'rmasdan Uyg'ur turklarini terrorlikka chetish to'g'ri emas. Bu so'zlar ularga qilingan kishilik huquq tajovuzchiliklarining nazardan saqit qilinishiga sabab bo'ladi. Xitoy tarafdan dalil qilib ishlatildi dedi. MHP a'zosi Mahmad Shandirmo Uyg'ur turklarining Xitoy zulmi ostida faryod chekayotganligini aytdi. Shandir mundaq dedi: Xitoy Uyg'ur turklariga qarshi kishilik huquq jinoyati sodir qilyapti.
Uyg'ur Türklerini terrorchi qilib ko'rsatish asla qabul qilinmaydi. Uyg'ur Türkleri ademiylik haq huquqiga erishish uchun g'ayrat qilyotidi. Buningga qarshi turish bo'lsa zulmdir. Türkiye'nin her vakit Uyghur Türkleri başçılıqida dünyanın her yerdeki Türklerge yakından alaqada buluş üçün tirishqanligini bildirgan Şandır, Türkiye her zaman Uyghur Türklerinin arkasıda bo'ldi. Hem şundaq boludu. Türkiye qayerda bir Türk bolsa şunun yendi boldu, hem buluşni davam qiladi. Bu xildagi bayanlar to'g'ri, foydaliq, haqliq so'zlar emas. Türkiye'nin bu siyasetlerge mo zarar berolmaydi dedi. Erdoğan'ın bayanatları Uyghur ve Türklerinin tenqidiga uçurdu. Türkiye Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan'ın 7. ayının 28. günden 30. günügacha Xitayga elib bargan resmi ziyarati jarayonida bergan bayanatları Türkiye'deki Uyghur ve Türklerinin narazılıqını qo'zg'adi. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan'ın 7. ayının 28. günden 30. günügacha Xitayga elib bargan resmi ziyarati jarayonida bergan bayanları Türkiye'deki Uyghur ve Türklerinin narazılıqını qo'zg'adi. Erkin Asya Radyosu'nun muhbiri Erkin Tarım'ın bildirişçe Recep Tayyip Erdoğan yaş vaqtidan tartib Uyghur meselesini yaxshi bildigan 1990 yıllarda İstanbul şehir başlığı bulup saylanğanda Şarq Türkistan vakfının sabiq reisi Aysa Yusuf Aliptekinni ziyaret qilib, onunğa bolgan hürmetini ve Şarq Türkistan davasıga bolgan hisdaşlığını ifadelegan ekan. 2002 yılı onun partiyasi hakimiyet beshiga kelganda Aysa Yusuf Aliptekinning Şarq Türkistanlıqlarningla emas, bütün Türk dünyasının lideri ekanligini ta'kidlagan edi. U Adalet ve Taraqqiyot partiyasining raisligi vazifasini o'tayotgan yillarda her saylamda saylam maydonlarida Uyg'ur masalasini tilga olgan edi. 2009 yılı Ürümçi vaqasida bayonot e'lon qilib, Xitoylarning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik siyosatiga o'xshab ketadigan siyosat yurgizayotganligini deb, Uyg'urlarning qalbida muhim o'rin egallagan edi. U Uyg'urlar eng ko'p o'ltiraqlashgan Uyg'urlar mahallasini 2 qatim ziyorat qilib, Uyg'urlardan hol so'ragan edi. U bosh ministr mezgilida ko'p qatim Uyg'ur tashkilotlarining raislarini qabul qilib, Uyg'urlarning ichinishlik vaziyati va Turkiyadagi Uyg'urlarning qiyinchiligi to'g'risida ma'lumot egallagan edi. Uyg'ur masalasiga bunchavala ko'ngil bilgan bir kishining Xitoy ziyorati jarayonida turklarning Uyg'ur bilan bo'lgan tarixiy urug' tuqqanlik munosabatini tilga olmasligi nimaning bishorati? Turkiyaning donliq siyosatchisi Sami Kohan apandi Milliyet gazetida 8 ayning 2 kuni e'lon qilgan Xitoy bilan Turkiya o'rtasidagi real siyosat mavzuliq maqolasida Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan'ның Uyg'urlarga ko'ngil bildigan bir kishi to'g'riliq masalaning Turkiya-Xitoy munosabatiga salbiy ta'sir ko'rsatishiga diqqat qilganligini bayon qilgan. Mir Kamiljon Qashqari Erdo'g'anning Xitoy ziyoratiga ijobiy baho berdi. Uyg'ur ziyoli Mir Kamiljon Qashqari Erdo'g'anning Xitoy ziyorati haqida ko'z qarashlarini bayon qildi. Türkiye'de yaşayotgan Uyg'ur ziyoli Mir Kamiljon Qashqari Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ның Xitoy ziyarati ve ziyaret kun tartibi bo'lgan Uyg'ur masalasi haqidagi ko'z qarashlarini bayon qildi. U Erdo'g'anning ziyaratiga ijobiy baho berib, Erdo'g'an Uyg'ur da'vosi uchun yangi sahifa ochdi dedi. Mir Kamiljon Qashqari Erdo'g'anning Xitoy ziyaratidan keyin texnik suhbat tafsilotlari to'liq e'lon qilinmasdan Erdo'g'an o'z manfaati uchun Uyg'urlarni terrorchi deb setyapti degandek xabarlarning o'ttirg'i chiqqanligini bildirdi. Hamda buning Adalet ve Taraqqiyot partiyasiga qarshi g'arazlik o'ttirg'i chiqqanligini, Uyg'urlar davosining suiiste'mol qilinganligini eskartdi. U Turkiyadagi ko'p sonli kishilarning Uyg'urlar masalasini suhbat ustiliga elib kelish orqali Uyg'urlarning kishilik haq-huquqlarini va diniy erkinligini qo'g'diya oladigan, hech bo'lmaganda hozirgi besimni bir oz bo'lsa-mu yengillatadigan bir yo'l tutishimiz kerak degan fikrda ekanligini bildirdi. U Erdo'g'anning bu qatimqi ziyoratining ijobiy tarafi haqida to'xtalib, Erdoğan'ның Uyg'ur da'vosi uchun yangi bir sahifa ochganligini bildirdi. Mir Kamiljon Qashqari Erdo'g'anning ziyoratidan necha hafta burun Uyg'ur masalasining kun tartibga kirgizilganligini e'lon qilib turib, suhbatning 3-temasi sifatida Xitoy rahbarlari bilan muzokara qilishning tarixda ko'rilib boqmagan bir ish ekanligini aytdi va Sharq Turkiston Xitoy ishg'oli ostiga tushib qolgandan buyon Uyg'ur masalasining davlatning jumhur raisi saviyasidagi bir suhbatda tarixda tunji qatim asosiy kun tartib moddasi bo'lganligi, Erdo'g'anning tarixda tunji bo'lib Xitoy rahbarlarini bu ishga ma'qul keltirgan kishi ekanligini ko'rsatdi. U nima uchun Erdo'g'anning Sharq Turkiston islom harakatining terrorchi tashkilot ekanligini tilga olganligi haqida to'xtalib, Erdo'g'anning bu qatimqi ziyoratining maqsadining hargizmi Sharq Turkiston islom harakatini terrorchi yoki terrorchi tashkilot emas ekanligini isbotlash emasligini, Sharq Turkiston islom harakatining 2001 yili Amerika va NATO tarafidan terrorlik tashkilotlar tizimiga kirgizilganligini,
NATO'nun tizimligiga kirgizilgan har qanday tashkilotning NATO'nun qo'lliq a'zosi bo'lgan Turkiyaning mu tizimligiga o'tadiganligini, Erdo'g'anning so'zining faqat NATO'nun tizimligiga kirgizilgan shu vaqtni aslatishdan iborat ekanligini ta'kidlab o'tdi. Hamda buning hargizmi butun Uyg'urlarni terrorchi deganlik bo'lmaydiganligini bildirdi. U yana bir qatimliq suhbatga qarabla bundan burungi ishlarning hammasiga ko'z yumishning to'g'ri emasligini, dunyoning qaysi yeriga qarashimizdan qat'iy nazar bu da'voga har jihatdan qo'llab kelayotgan birdan-bir davlatning Turkiya ekanligini bildirdi. Uyg'ur tashkilotlar Uyg'ur da'vosini dunyoga to'ntish uchun kurash qilayotgan bugungi kunda mayli natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar Uyg'ur masalasining ikki davlat rahbarlari orasida o'ttirg'i qo'yilishining Uyg'ur davosini xalqaralashtirish yo'lidagi muhim ilgirlash ekanligini aytdi. Mir Komiljon Qashqari islomiy nuqtada turib tahlil qilgandimi, Hudaybiya sulhisida musulmonlarga ziyonli ko'rinadigan bir qism shartlarning qabul qilinganligini, lekin buning musulmonlarning keyingi ishlari uchun foydali bir kelishim bo'lganligini eslab o'tib, Xitoy bilan boshlangan bu tunji qatimliq suhbat mushundoq boshlangan bo'lsa-mu, keyingi suhbatlarda bara-bara texmi ko'p narsalarni o'ttirg'i qo'yg'ili bo'lganligini bildirdi. Hürmetli televizyon görgüçler, biz yukarıdaki haberlerimiz, yani Erdoğan'ınki Xitay ziyareti hakkında bir qancha haberini sungan bulduk. Bu haberden keyin, şu ziyaretin keyin elbette Uygurlar işçili olsun ve Türkiye'de olsun ve Türkiye'nin sırtındaki Uygur teşkilatlarından olsun, mana shunday Erdoğan'ın ziyareti hakkında xilma-xil fikirler, ijobiy ve salbiy fikirler o'tirg'i tushyapti. Biz shu haqda Türkiye Ankara Hacettepe Üniversitesi Tarih Fakültesi o'qituvchisi, shundaqla strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram, shundaqla Sharq Turkiston vaqfining sobiq bosh kotibi Hamid Ko'ktürk apandilar bilan shu Erdo'g'anninki Xitoy ziyarati haqida va bu ziyoratninki Uyg'urlarga elib kelgan va ziyoratda shu ziyoratda Erdo'g'anninki Xitoyda qilgan so'zlari bildirgan ifodalariniki Uyg'urlarga salbiy yoki ijobiy ta'sir haqida biz maxsus suhbat elib boramiz. Anqarada doktor Erkin Akram bizga Anqarada bog'lanamiz biz hozir va shundaqla Istanbuldan Hamid Ko'ktürk apandim bilan suhbat elib boramiz. Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Aldı bilan bizning ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Ha, men rahmat aytaman davet qilganingiz. Hurmatli Erkin Akram, bu siz bilan albatta Cumhur Reisi Erdo'g'an Xitoyga ziyorat elib borgan shu ziyoratni boshlagan kunlardan biz siz bilan suhbat o'tkazgan edik. Hamda ziyoratni oxirlashtirib keldi Erdo'g'an 28-yildan boshlab 30-kunigacha, yetinining 30-kunigacha elib borgan bu ziyoratlar oxirlashgan bo'ldi. Hamda shu ziyorat oxirlashgandan keyin mayli Turkiyadagi muxolifat partiyalari bo'lsin, Erdo'g'anninki Xitoy bilan elib borgan ko'rishishlarda Uyg'urlar haqida qilgan ba'zi so'zlarga salbiy jihatda uni ayblab nimalarga bayonot bergan bo'ldi va bu ziyoratdan keyin albatta Uyg'urlarning ichidami bu ziyoratga ijobiy va salbiy tarafdan har xil fikrlar o'ttirg'i chiqmoqda. Biz shu haqda bilgan biz sizning ko'z qarashingizni olib boqsak, oldi bilan bu ziyorat tugagandan keyin siz Xitoy Turkiya munosabatiga tugab qaytib kelgandan keyin siz bu ziyoratga qanday qaraysiz? Uyg'urlar masalasiga Uyg'urlarga qanday salbiy va ijobiy ta'sirlar bor bu ziyoratniki? Türkiye yalnızla Uygur meselesini kollaydı, Aşağı Türkistan meselesini kollamaydı. Bu sebeple burun mu Erdoğan mı meyli Ürümçi'ye bağlan vakti de olsun, Beijing bağlan vakti de olsun. Yani okşaş gepni takitli de, yani biz Xitay'dan ki zemin bütünlüğe, iyilik hukukuga hürmet kılımız. Xitay'ını bölüdüğün faaliyetlerini kollamayımız dep. Hoş. Bu bolsa Şark Türkistan meselesini kollamayımız degan gap. Ama yani bir taraftan yani Uygur halkı bizninki qarindoshimiz bo'ldi. Ular yaxshi yaşsa bizma xursand bo'lamiz degan gapni da'vatidi. Ketishni aldidimi dedi. Yani biz har qanday Uygurlarga eshigimiz ochiq dedi boshda. Ondan keyin biz har doim Uygurlarning yenideyiz dedi. Yani Uygurni qollaymiz degan gap. Şunu bu da bağım vaxtıda bu iki xil narsani ayırıp ifade kıldı ama Xitay mı Uygur meselesini ve Şark Türkistan meselesini bir kögeçke Şark Türkistan İslam Hareketi Teşkilatı'nı
Xo'sh. Bir terör teşkilatı deb ifade kılgaçka Xitay mı memnun oldu? Yani bu Uygurlarıma, Uygur meselesiga mi karşı ki bu deb Xitay anda düşünüp aldı. Xo'sh. Ama Türkiye başkaça ifade kılıvadı demdi. Şununla ki bu çetten bozma Xitay'ınki köngülüne ağam oldu demdi. Şu Türkistan İslam Hareketi Teşkilatı'nı terör teşkilatı deyiş bile. To'g'ri. Nəhayət yaxşı aytib berdiniz. Ko'pdan-ko'p rahmat ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun. Ko'pdan-ko'p rahmat. Ben rahmet etmez. Allah'a emanet. Alloh'a emanet. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli Hamid Ko'kturk efendim. Va alaykum assalom. Aldı bilan ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat etamiz. Biz bir rahmat deymiz. Hurmatli Hamid Ko'kturk, sizga ma'lum Cumhur Raisimiz, yani Türkiye Cumhur Raisi Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan 7 yanın 28 günden 30 güngacha Xitoyda ziyarati bo'ldi. Albatta bu ziyoratning oldi keynida nurg'un inkaslar, nurg'un fikrlar bo'lib o'tdi. Uyg'urlar ichida bo'lsin, mayli Türkiye xalqi ichida, Türkiye siyosatida bo'lsin, nurg'unlagan fikrlar bo'lib o'tdi. Bo'lib bu ziyorat qilib kelgandan keyin Türkiye o'qituvchi partiyalardan bo'lsin, Erdo'g'anningki Xitoyda bergan ba'zi bayonotlarga, Uyg'urlar haqidagi bayonotlarga qarshi bunday mas'uliyat degandek, bu Uyg'urlarga ziyon keltirdi degandek Milliyetçi Hareket Partisi'den bo'lsin va shundaqla siyosatda elib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari, Turkiyaning ichki va sirtlik tashkilotlaridan bo'lsin, bununla ijobiy tarafdan qaraydiganlar va salbiy tarafdan qaraydigan fikrlar nihoyatda jiddiy shaklda bo'lyapti hozirgacha. Siz mushu haqda sizning fikringizni deb baksak, siz oldi bilan bu ziyoratning umumiy bir ko'rinishiga qanday qaraysiz? Xitoy ziyoratiga başlaştı bugün Ankara'da Esenboğa havaalanında aynı sözde tekrarladı. Bu iki kısım tekrarlanan söz Uygurlara çok ümit verdi. Türkiye cemaatçiliği bunu da birleştirdi. Çünkü bunu iki kısım özü bu gün tertibine etkeldi de bunu çok bir ümitke kabul oldu. Ama Xitoy ziyaretiga bağlandığı ki bunun tam aksiçe bir netice ortaya çıktı. Üyede Uygurların en azından şunu deyişi mümkündü. Biz Uygur kardeşlerimizden öz anı yurtuda özünün insani haklarıyla ilgili bir şekilde üyede rahat yaşıştı isteymiyor ya ki şunu talep kılmayacağımı bu çok bir Uygurların ümidini karşılayan buladı. Fakat bu Şarkı Türkistan İslami Hareketi hep Xitoy tarafından Uygurlarını bastırış için ortaya etilgan bir hayali bir teşkilatı bunu takip kıldı. Ona karşı boğanlık dedi. Bu bizde Uygurların naiti beyislendirdi, naiti sukutu hıyalga uçurattı. Ama mutlaka bu resmi ziyarette Uygur meselesi mutlaka gün tertibiga kelishi kelganligi mumkin, bo'lishi mumkin, yani muzokara qilgan bo'lishi mumkin. Çünkü Cumhurbaşkanlığınınki bayanatçı İbrahim Kalın Becin'de bergen bayanatı da Türkistan Uygur meselesi bizim 3. madde olan gün tertibi geldi dedi ama bu gün tertibi gelgen ne? Yani biz taşkırga boğan bayanatlıdır. Yani bunu uçuklangan bayanatlıdır. Şarkı Türkistanlıklarını bularını bir kanaatlendirdiğin veya bularını hoş kıldığın biraz çıkmadı. Bu kıtım Recep Tayyip Erdoğan'la bu işgüller ziyaret edin ki bizde Şarkı Türkistan'da zulüm aslında yaşayan kardeşlerimiz var. Bütün dünyada muhacirette vatanının istiklali için vatandaki kardeşlerininki davası için köreş kılıvatkan teşkilatla Uygurlar ve Şarkı Türkistanlıklarının nezirinde bu bir sukutu hıyal oldu, bir içilişlik bir vaziyet şekillendi. Nəhayət yaxşı aytib berdiniz. Ko'pdan-ko'p rahmat ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun. Sizga men rahmat aytaman. Bizga bu fursatni berganligingiz uchun rahmat. Allah razı olsun. Dünya Uyghur Qurultayı Erdoğan bizni ümitsizlendirdi dedi. Dünya Uyghur Qurultayıning muavin raisi Asqarjon Erdo'g'anning Uyg'urlarga qarata terrorlik so'zini ishlatganligi haqida to'xtaldi.
Dünya Uyghur Qurultayı Germaniyaning Myunxen shahrida ochgan axborot e'lon qilish yig'inida Turkiya prezidenti Erdo'g'anning Xitoy ziyoratida Uyg'urlar haqida bildirgan ifodalarini aybladi. Qurultayning markazi ochilgan bu yig'inga Dünya Uyghur Qurultayining siyosiy va diplomatiya ishlariga mas'ul muavin raisi Asqarjon, Yevropa ishlariga mas'ul muavin raisi Umid Hamid va ijroiya raisi Dulqin Aysa qatnashdi. Dünya Uyghur Qurultayı Turkiya prezidenti Erdo'g'anning Xitoy ziyorati jarayonida Uyg'urlar uchun terrorchi atalg'usini ishlatganligiga qarata Erdo'g'an bizni umidsizlantirdi dedi. Xinhua agentligida Erdo'g'anning Sharqiy Turkistonda terrorlik faoliyatlar elib berayotgan Sharqiy Turkiston islom harakatiga qarshi ekanligini aytganligi xabar qilingan edi. Dünya Uyghur Qurultayining muavin raisi Asqarjon bu haqda to'xtalib, Cumhur raisi Recep Tayyip Erdo'g'anning Xitoyga elib borgan uchrashishlarda bildirgan ifodalari bizni bearam qildi. Bundan keyin Xitoy davlat raisi Xi Jinping Uyg'urlarga texmo qattiq harakat elib boradi. Hurmatli Cumhur rais Malayziya va Taylanddagi yurtdoshlarimizning Turkiyaga elib kelinishiga yordam bergan edi. Uningga rahmat aytamiz. Ammo uning bu qatimqi bayonlari bizni umidsizlantirdi dedi. U so'zlarini davomlashtirib, Cumhur raisining bosh ministri bo'lgan mezgilda 2009-yildagi 5-iyul qatliamini bir qirg'inchilik deb atagani hozirmi esimizda. Uningdan boshqa yaqinqi 1-2 oy Turkiyaning har qaysi viloyat va nahiyalarida Turkiyalik qarindoshlarimiz Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirishlari va inson qalbidan chiqqan jinoyatlarga qarshi namoyish elib berib, bu da'voga millat bo'yicha ega chiqdi. Afsuski, Xitoyning matbuotlarida xabar qilingan bu so'zlar zo'r bir kelishmaslik va asliga keltirgili bo'lmaydigan bir tarixiy xatolikdir dedi. Xitoyning yillardan buyon Uyg'urlarni terrorchi qilib ko'rsatish uchun milliardlab pul xarjlaganligini bildirgan Asqarjon, bu ta'tir tashviqotga Yevropa va dunyodagi boshqa davlatlarmi ishonmadi. Sharqiy Turkistonda yurgizilayotgan kishilik huquq tajovuzchiliklari dunyodagi barliq organlar tomonidan dokulat qilindi. Odamlar o'ltirilyotdi, savol so'roqsiz tutqun qilinyotdi, soqchixonlarga elib ketilyotdi. Nima uchun tutislar deb so'raganlarda ularni terrorchi deydi. Buni so'rash terrorlik bo'lsa, u vaqtda biz terrorchimiz dedi. 35 ming masjid barligi va ozod ibodat qilindiganligi haqidagi so'zlari ustida to'xtalgan Asqarjon, Xitoy tarafidan berilgan bu ma'lumotlarning yolg'on ekanligini bildirdi va mundaq dedi. Sharqiy Turkistondagi har bir masjidning eshigida 18 yoshdan to'vanlar, davlat ma'murlari va o'quvchilarning kirishiga bo'lmaydi degan xat yozilgan plakat bor. Uningdan boshqa masjidga faqat kimligi borlar kira oladi. Imomlar butunlay maxsus tarbiyalangan va kommunizmning ta'tir tashviqotini qiladi. Bu yerda diniy erkinlikdan so'z echish to'g'ri emas. Xalqimiz Turkiyani vatani deb biladi. Uyg'urlar Turkiya bilan til, din, madaniyat va qon jihatdan bog'landi. Hech qanday dalil isboti bo'lmagan holda terrorlikqa chetish xalqimiz va har qaysi tarixiy davrlarda xalqimizning yendi bo'lgan turk xalqi tomonidan hech vaqt qabul qilinmaydi dedi. Sokaklarındaki kişilerdir yani. Bu her yerde görebilirsiniz. Aralarında namaz yapmak yasaktır diye bir şey. Yani her yerde böyle sloganlarını görebilirsiniz. Girme kimlik gir. Yani kimlik dağıtıyorlar. Herkes miçli girmek giremiyorlar. Miçli girmek için özel kimlik almak zorundayız. Bu da Çin resmi şeyleridir. Türkiye, Taylanddagi Uyg'urlarni qabul qilishga tayyor. Türkiye Tashqi ishlar ministri Turkiyaning Taylandda tutib turilayotgan 59 Uyg'urni qabul qilishga tayyor ekanligini bildirdi. Turkiya Tashqi ishlar ministri Mavlut Çavuşoğlu seshanba kuni Tayland Tashqi ishlar ministri general Tanasak Patimobrogorunga Turkiya Taylandda qolib qolgan 59 nafar Uyg'ur panohlik tiliguvchini davlat tavalligi aniqlangandan keyin qabul qilishga tayyor dedi va Taylandning 180 nafar Uyg'urni o'z davlatiga avatganligiga rahmat aytish bilan birga Çavuşoğlu Taylandning Xitoyga qaytarilgan 109 nafar Uyg'urning ahvolini surishtirib turishni talab qildi. Kuala Lumpurda ochilgan 48-chi qatimliq Sharqiy Janubiy Osiyo allari ittifoqining tashqi ishlar ministrlar yig'iniga qatnashayotgan ikki ministr ikki davlatning yaqin kelgusidagi hamkorlik saviyasini bo'libmi iqtisod va texnika sohalaridagi hamkorlik saviyasini o'stirish mumkinchiligini muzokara qildi. Amerika Xitoyning tor hujumidan o'ch olishni qaror qildi. Obama hukumatining Xitoyning Amerikaga qarata elib borgan tor hujumidan o'ch olishni qaror qilganligi bildirildi. New York vaqt gazetasining xabar qilishicha, Obama hukumati Xitoyning Amerikaga qarata elib borgan tor hujumidan o'ch olishni qaror qilgan. Xabar qilinishicha, Obama hukumati bir qator maxfiy yig'inlarni ochgan bo'lib, yig'in natijasidan tuvandikilar ma'lum bo'lgan. Xitoy tarafdan qilingan tor hujumining doirasi keng, ta'siri cho'ng bo'lib, an'anaviy jasuslikqa qarshi turish vositalari bilan taqobil turg'ili bo'lmaydi.
Yig'inga qatnashgan amaldorlar qanchalik darajada o'ch elish masalasida bir qarorga kelolmagan. Garchi diplomatik norozilik bildirish yoki Amerikadagi Xitoy josuslarini qo'g'lab chiqarish simvol xarakterlik vositalari bo'lsa-mu, lekin amaliy ahamiyati cho'ng emas. Amaliy harakat qo'llanish bir qism amaldorlarni andishiga solgan. Ular Amerika va Xitoy orasidagi to'r to'qinishining o'tkirlashib ketishidan andish qilgan. New York vaqt kelsining xabaridan egallasha ahvolni tushunadigan ikki amaldor mundaq degan. İstihbarat sahasi muhokama qilgan eng o'nimli o'ch elish vositalaridan birisi. Xitoy hukumatining o'xshamagan ovozlarni cheklaydigan virusdan mudofaa to'siqini buzib tashlash bo'lib, bu orqali Xitoy rahbarlariga agar ular Amerikaga qarata to'r hujumidan qo'lini yig'masa, ularning davlat ichidagi siyosiy suhbatlariga bo'lgan mutlaq kontrolligining buzg'unchilikka uchrash xavfi borligini ko'rsatib qo'yg'ili bo'ldi ekan. Amerika Federatsiya tekshirish idorasining bildirishicha, Amerika kadrlar idorasiga qaratilgan 20 milliondan ortiq Amerikalikning shaxsiy uchurlari oshkorlanib qolgan to'r hujumini Xitoylar qo'zg'agan. Lekin Obama hukumati izchil Xitoyni ismini atab turib ayblab boqmadi. Xitoy bilan Rossiya harbiy manevr o'tkazdi. Xitoy bilan Rossiya 8-yilning oxirida Yapon dengizida birlashma harbiy manevr o'tkazdi. Xitoy davlat mudofaa ministrligining oshkorlashicha, Xitoy bilan Rossiya 8-oyning oxirida Yapon dengizida birlashma harbiy manevr o'tkazdi. Xitoy tarafining bildirishicha, ikki davlat rahbarlari 8-oyning 20-kundan 28-kunigacha dengizdagi birlashma 2015 nomli birlashma harbiy manevr o'tkazdi. Bu qatimqi manevr suv ostida mudofaaalanish, paraxotdan mudofaaalanish va havoda mudofaaalanish qatorliq turlarni o'z ichiga oladi. Ikkili taraf tik uchar va dengiz armiyasining quruqlikda jang qilguvchi qismlarini avatib manevrga qatnashtirdi. Bu qatimqi manevr Amerikaning Osiyodagi ittifoqdoshlari bilan bo'lgan harbiy manevrlikni kuchaytirayotgan vaqtga to'g'ri keldi. Navbatda Xitoy va bir qism Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari orasidagi egilik huquq talash tortishi keskinlashmoqda. Xitoy yaqinqi yillardan buyon barg'ansiri boshqa davlatlarga hayva qildigan muomalada bo'lib kelyapti. Bu qatimqi manevr Xitoy Sharqiy dengizida Xitoy bilan orol egilik huquq ta'tilishi bo'lgan Yaponiyani bearam qilishi mumkin. O'tgan hafta Yaponiya mudofaa oqtashliq kitobini e'lon qilib, Xitoydan Sharqiy dengizdagi Yaponiya-Xitoy chegara siziqining Xitoy tarafidagi neft va gaz ichish qurilishini to'xtatishni talab qilgan edi. Xitoy ichkaridan minglagan Xitoylarni Sharq Turkistonda ishga o'rinlashtirish uchun yo'tkidi. Xitoy necha ming Xitoy studentni atalmish fidoi nomida Sharq Turkistonga yo'tkab keldi va ular taqsim qilingan joyda ishlaydiganligi haqida qasamiyat yig'iniga qatnashdi. Xitoy bir turkum oliy maktabni bitirgan Xitoy o'quvchilarini Bingtuan igidorchiligidagi shaharlarga o'rinlashtirgandan keyin atalmish g'arbiy rayonlarni echish planida yana 1800 Xitoy o'quvchi Uyg'ur rayoniga yetib kelgan. Xitoy xabarlar to'rining 28-iyuldagi xabarda deyilishicha, 27-iyul kuni Henan, Shandong, Liaoning qatorliq 30 o'lka shaharlardan kelgan yana bir turkum oliy maktab va magistrlikni tugatgan Xitoy o'quvchilari Bingtuanning 14 diviziyasidagi yangi ish o'rinlariga yetib kelib, 1 yildan 3 yilgacha taqsim qilingan joyda ishlaydiganligi haqida qasamiyat yig'iniga qatnashgan. Xabarda deyilishicha, 2003-yili Bingtuan qatorliq joylarda atalmish g'arbiy rayon plani yo'lga qo'yilgandan buyon jami 6458 nafar oliy maktab bitirgan o'quvchilar Xitoy o'lkalaridan kelib, Bingtuanning diviziyalaridagi maktab, doktorxona, banka, qonun organlarida 1 yildan 3 yilgacha yo'tkalmay ishlash to'xtami imzolagan. Navbatda to'xtam muddatini tugatganlarning yarmi Bingtuandagi va yerlikdagi xizmat o'rinlarida davomli ishlash uchun qilib qolgan. 30-iyul Xitoyning 27 o'lkasidagi g'arbiy rayon plani bo'yicha kelgan 1800 nafar atalmish fidoi Uyg'ur avtonom rayonining har qaysi joylaridagi ish o'rinlariga yurib ketgan. Ma'lum bo'lishicha, g'arbiy rayon plani yo'lga qo'yilgandan buyon atalmish Uyg'ur avtonom rayonidagi yerlikka kelgan Xitoylar 11666 nafar, Bingtuanga kelgan Xitoylar 6458 nafarga yetgan. 10 yil ichida bularning ko'p qismi davomli ishlash uchun Sharq Turkistonda qolib qolgan. Xitoy doiralari yaqinqi 10 yildan buyon Sharq Turkistonga turkum Xitoy ko'chmanlarini yo'tkashni jiddiylashtirmoqda. Atalmish mablag' salg'uvchilar, fidoilar, paxtikorlar, texniklar, dehqonchilik mohirlari degan nomlarda yerlashtirilgan Xitoy ko'chmanlarining soni xabarlarda oshkorlangan bo'lsa-mu, ammo yana boshqa nomlarda turkumlab Sharq Turkistonga yo'tkab kelinib yerlashtirilayotgan Xitoy ko'chmanlari allaqachon Uyg'urlarning ishsizlik nisbatining eshishi, mol bahosining o'rlishi, Xitoy nufusi ko'payib, Uyg'ur nufusining shalonlashishidek vaziyatni shakllantirib,
Uyg'urlarning noroziligi va qarshilik harakatlarining to'xtamasligiga sabab bo'layotgan asosli omillarning biri hisoblandi. Tarım o'ymonliqida yer osti dengizi bayqaldi. Tarım o'ymonliqida Amerika va Kanada orasidagi 5 cho'ng ko'lning umumiy ko'lamidan cho'ng bo'lgan shundaqla Kaspiy dengizining 3 hassasiga to'g'ri keladigan g'oyat zo'r dengiz bayqaldi. Janubiy Xitoy atiganlik gazining xabar qilishicha, Xitoy fan texnika xodimlari Tarım o'ymonliqida g'oyat zo'r yer osti dengizi borligini bayqagan. Garchi Tarım vodiysi yer sharidagi eng qurg'oq rayonlardan biri bo'lsa-mu, lekin yer ostidagi tuzliq suv miqdori Amerikadagi 5 cho'ng ko'ldan bayqalgan miqdordan 10 hassa ko'p ekan. Bu yer osti dengizining hajmi 200 ming kvadrat kilometr bo'lib, Kaspiy dengizining 3 hassasiga to'g'ri kelgan. Bu tadqiqotga yetakchilik qilgan Ekologiya va Jo'g'rofiya tadqiqot institutining tadqiqotchisi Liyanning bildirishicha, u yetakchilik qilgan guruhga 10 yillik tadqiqotdan keyin bu natijani jazmlashtirgan. Egallasha sanoatdan qo'yib berilgan karbon 4 oksidining %40% atmosferada saqlanadigan, %30% dengizga kirib ketadigan, qolgan 30%ning qayerga ketadiganligi ilm dunyosida sir bo'lib kelgan bo'lib, yer ostida bayqalgan tuzliq suvliq okean ashu yo'qab ketgan karbonlarning bir qismi ekan. Ürümçi aerodromida atalmış terrorlikqa qarshi turish manevri elib berildi. Payshanba kuni Ürümçi aerodromida atalmış terrorlikqa qarshi turish manevri elib berilgan bo'lib, manevrda palti bilan hujum qilgan kishilarga qarshi turish taktikasi mashq qilindi. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, payshanba kuni Ürümçi aerodromida terrorlikqa qarshi turish manevri elib berilgan. Manevrda palti bilan hujum qilgan kishilarga qarshi turish taktikasi mashq qilingan. Xitoy Kompartiyasining organ gazeti bo'lgan Xalq gazetining qaramaqidagi Xalq to'rining xabar qilishicha, bu manevrga 200 dak odam va 16 motorliq qatnash vositasi qatnashgan bo'lib, 4 guruhga hujum qilguvchi palti bilan ommaga hujum qilgan manzara yoritilgan. Xabar qilinishicha, bu qatimqi manevrda jiddiy voqealarni bartaraf qilish jarayoni ko'rsatilgan bo'lib, Ürümçi xalqaro aerodromidagi bexatarlik organlari va aerodromda turishliq amonlik saqlash kuchlarining jiddiy ahvolga taqobil turish saviyasini sinash maqsad qilingan. Munosabatli xodimlarning bildirishicha, agar hujum qilish voqeasi yuz bersa, aerodrom bexatarlik kuchlari ma'lumot elib 3 minutda hujum qiluvchini bo'ysundirib bo'la oladi ekan. Diqqat tortadigan yeri, bu manevr Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'anning Beijingda ziyorati bo'layotgan mezgilda elib berilgan. Xitoy o'tgan yili 9-oyda Ürümçi vokzalida palti bilan yo'lovchilarga hujum qilingan ko'rinishga taqlid qilingan manevr elib borgan edi. Yaqinqi yillardan buyon Xitoyning diniy besimi va bostirishi chekidan oshmoqda. Shundaqla Xitoyning islomga haqorat qiladigan ta'tir tashviqoti keng qanot yaydirildi. Xitoy internetdan tortib uyda ishlatadigan sarangiga qadar qattiq cheklama qo'ygan bo'lsa-mu, lekin o'g'irning yuragi pok-pok degandek izchil musulmonlarni tutqun qilishni va mushinunga o'xshash manevrlarni o'tkazib, hayvi qilishni davomlashtirib kelmoqda. Xitoyda yana bir harbiy amaldor partiyadan qo'g'lab chiqarildi. Xitoy Markaziy harbiy komitetining sobiq muavin raisi Go Boshong Xitoy Kompartiyasidan qo'g'lab chiqarildi. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, 30-iyul sobiq Xitoy Markaziy harbiy komitetining muavin raisi Go Boshong og'ir darajada pora yeyish jinoyati bilan Xitoy Kompartiyasidan qo'g'lab chiqarilib, adliya organlariga topshirib berilgan. U bu yil 4-oyda tekshirilishga boshlagan edi. Go Boshong Xi Jinping hokimiyat beshiga chiqqandan buyon atalmish cheriklikka qarshi turish harakatida Xitoy armiyasi ichida g'olab tushgan ikkinchi cho'ng katta bosh hisoblandi. 2014-yili 6-oyning 30-kuni Xi Jinping yig'in ochib, Xitoy Markaziy harbiy komitetining muavin raisi Xu Sayxuaning Xitoy Kompartiyasidan qo'g'lab chiqarilganligini e'lon qilgan edi. Egilincha Xitoyda bu ikki yuqori darajalik amaldordan boshqa yana Xitoy ozodlik armiyasining yuqori darajalik harbiy amaldorlaridan az deganda 16 kishi tekshirilmoqda. Xi Jinping hokimiyat beshiga chiqqandan buyon cheriklikka qarshi turish harakati elib bormoqda. Lekin bu harakatga diqqat qilib kelayotgan mutaxassis va analizchilar Xi Jinpingning harakatining mohiyati Xitoy Kompartiyasi ichidagi guruhvozlik ko'rishiga aylanib qolganligini, Xi Jinpingning o'zining siyosiy raqiblarini yo'qotayotganligini, bu harakatning cheriklik, parixo'rlik patqiqiga cho'nqur petib ketgan Xitoy Kompartiyasini qutqizishda aktiv unum bermaydiganligini ilgari surmoqda. Xitoy to'r shirkatlarida to'r soqchilari ishxonasi qurishni qaror qildi. Xitoy muhim to'r bekat va to'r mulozimat korxonalarida to'r soqchilari ishxonasi quradiganligini e'lon qildi. Xitoyning bu yangi ijroatidan keyin aslida jiddiy qamal qilingan to'r erkinligining yana qattiq besim ostida qolganligi bildirilmoqda.
Xitoy doiralari muhim tor bekat va tor mulozimat korxonalarida tor soqchilari ishxonasi quradiganligini e'lon qildi. Bundan burun Xitoyning internetni ta'qib qilishi tanqidga uchrab kelgan edi. Xitoy Jamoat xavfsizlik ministrligining seshanba kuni e'lon qilishicha, Jamoat xavfsizlik ministrligining muavin ministri Chen Jimin mamlakatlik muhim internet tori va mulozimat korxonalari bexatarlik xizmati yig'inida tor soqchilari ishxonasi xizmatini qanot yaydirib, muhim tor bekat va internet korxonalarida tor soqchilari ishxonasi qurib, eng tez vaqtda tordagi qonunsiz jinoyatlarga chetiladigan ahvollarni egallashni ta'kidlagan. Xitoy bu yil 5-oyda 6-oyning 1-kundan boshlab tor soqchilari nomida mikroblog hisoblarining ochilganligini, buni 50 necha o'lka shaharda yo'lga qo'yganligini, bu tor soqchilarining tordagi qonunsiz uchurlarni vaqtida bayqab bartaraf qilganligini bildirgan edi. Yaqinqi yillardan buyon Xitoy doiralari atalmish tor bexatarlik masalasini kuchab ta'kidlab keldi. O'tgan yil 2-oyda Markaz tor bexatarligi va uchurlashtirish rahbarlik guruhi qurilganligi e'lon qilindi. Ham buningga Xitoy davlat raisi o'zi guruhi boshlig'i bo'ldi. Shi Jinping tor bexatarligi bo'lmasa, davlatning bexatarligi bo'lmaydi deb ta'kidladi. Xitoyning yangi davlat bexatarlik qonunidami bu qonunning ishlatilish doirasi tor sohasigacha kengaytirilgan bo'lib, xalqarada Xitoy so'z va axborot erkinligiga bo'lgan cheklamalarni texmo kuchaytirgan bo'ldi degan andishalarni keltirib chiqargan edi. Kuzatuvchilar Xitoyning bu yangi ijroatidan keyin aslida jiddiy qamal qilingan tor erkinligining yanama qattiq besim ostida qolganligi va Xitoyning xalqning erkin ma'lumotga erishish erkinligini texmo bo'g'diganligi, shundaqla yo'qolan bahona sabablar bilan xalqni bostiradiganligini, bo'libmi bu bostirishlarning eng qattiqiga Uyg'urlar uchraydiganligini bildirishmoqda. Amerika Xitoyga qat'iy pozitsiya bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministri bilan ko'rishgan Amerika Tashqi ishlar ministri John Kerry, Amerikaning Janubiy Xitoy dengizida yurish, uchish va dengiz rayonini ishlatishdagi boshqa qonunli huquqlarning cheklamaga uchrashini qabul qila olmaydiganligini ta'kidladi. Sharqiy Janubiy Osiyo Ellar Ittifoqi ministrlari yig'inining 2-kuni Amerika va Xitoy diplomatiya ministrlari Kuala Lumpurda suhbat olib bordi. Amerika Tashqi ishlar ministri Kerry, Amerika Janubiy Xitoy dengizida yurishga har qanday cheklama qo'yilishiga chidab tura olmaydi dedi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Xitoy allaburun orol yasash qurilishini to'xtatdi dedi. Xitoy tarafining noroziligiga qaramasdan Amerika Janubiy Xitoy dengizi egilik huquq talash tortishini bu qatimqi ministrlar yig'inining markaziy temasi qildi. Malayziya poytaxti Kuala Lumpurda ochilgan bir qator yig'inlarda ko'plagan a'zo davlatlar Xitoyning qo'shni davlatlari bilan egilik huquq talash tortishi bo'lgan Janubiy dengizda sun'iy orol yasash va aerodrom yasash qatorliq qurilishlardan andish qilayotganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri John Kerry Amerika a'zo davlatlarining Janubiy Xitoy dengizining tinch va muqimligiga bo'lgan orzusini qayta ifodalashini tushundirdi dedi. Kerry Amerika va Xitoy ikkili taraf datalashliq dengiz rayonida qatnash va beliqchilikning bexatar elib berilishini, xalqaro qonunlar asosida tinch yo'li bilan rayondagi talash tortishni hal qilishni xohlaydi dedi. U yana Amerika Janubiy Xitoy dengizida yurishga har qanday cheklama qo'yilishiga chidab tura olmaydi. Amerika dengizda yurish, uchish va dengiz rayonini ishlatishdagi boshqa qonunli huquqlarning cheklamaga uchrashini qabul qila olmaydi deb ta'kidladi. Xitoyda hijobliq ayollar tutqun qilindi. Xitoyning Xunan o'lkasida savdo setiqqa chiqqan jilbobliq ayollar tutqun qilingan. Yaqinda Xitoyning Xunan o'lkasi Nanyang shahrida jilbobliq bir qancha ayol Xitoy amonlik kuchlari tomonidan to'xtatib tekshirilgan va elib ketilgan. Xunan gazetining oshkorlashicha voqea 1-avgust kuni Nanyang shahrining Fangcheng ko'chasida yuz bergan. Soqchilar jilbobliq ayollarni Fangcheng ko'chasidagi bir oyoq do'konda to'sib olib, tekshirgan ham soqchi punktiga elib ketgan. Xunan gazeti xabarida jilbobliq ayollarning millatini tilga olmagan bo'lsa-mu, biroq ularning o'zaro osonlik millat tilida so'zlashganligini ilgari surgan. Xabarda yana yerlik Xitoylarni ko'chada bu xil kiyim kiygan kishilarni uchrasa, darhol soqchiga xabar qilishga chaqirgan. Atalmish Uyg'ur avtonom rayoni ilgari qonun chiqarib, ommaviy so'rinlarda jilbob, burqa, lechak kiyishni, soqol qo'yishni, oy yulduz besilgan oq, qora, qizil, ko'k ranglik mayka kiyishni man'iy qilgan bo'lsa-mu, biroq uning ichkiridagi o'lkalarda cheklanishi ko'rilib boqmagan. Xunan gazetining xabarida soqchilarning jilbobliq ayollarni qandoq bir taraf qilganligi tilga ilinmagan. Kishilik huquq tashkilotlarining qayd qilishicha, Uyg'urlarning diniy hayotiga qo'yilgan bu xil cheklama Uyg'urlar bilan Xitoy doiralari o'rtasidagi munosabatni keskinlashtirayotgan omillarning biri ekan.
Hürmetli televizor görüşler, şuna qilib bu haftalık istiqlal xabarları programımız mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimliq programmamizni ko'rishgacha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.